Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz, vatandoshlarimiz, musofirda yurgan aka, opa, ukalarimiz, ulug' ayon ro'za Ramazonlar bilan barchalaringizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Mana navbatdagi nihoyatda chiroyli, haligi odamni bir haligi o'ziniga jalb qiladigan darvozamizni o'z o'rniga olib kelib qo'ydik. Bu darvozamiz katalogimizda telefonimizda rasmlarda birinchisi o'zimizning ishimiz bo'lib turibdi. Buni hamkasblarimizdan qo'yishgan, bizdan oldin, u yashirinishga keragi yo'q. Darvozamizga ishlatilgan materiallari, buni manzillarini qisqacha obzor qilib boshlasak, bu darvozamiz Vodiyga emas, Toshkent viloyati Qibray tumani Hosildor qishlog'iga olib kelib qo'ydik. Manzillar lokatsiyalarini xudo xolasa tashlab qo'yamiz. Mabodo ko'ngillariga shu atrofda Toshkentda ko'rib qolsa videomizni kelib bemalol ko'rib ketishlari mumkin. Darvozamiz razmeriga birinchi o'rinda 340 eniga 3,5 metr bo'yiga bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallari: oyog'in tagi 10 ga 5 shveler bezo'laq, yo'llari 10 ga 10 profil. Bu profil burch stenasi 2 stena qalinda bo'lgan. 10 ga 10 profil ishlatilgan yo'llariga. Tepa tomoni ham 10 ga 10 profil. Qirg'oqlariga e'tibor bersalaring, adnalchka 20 sm dan adnalchkani ishlovni berilgan. Adnalchka ham shunaqangi ishlov berilganki, darvoza xullas mehr bilan qilingan. Xonadonni egalar aytganlarki, Abdullatta aka, Nodirbek, menga shunday qilingki, pulini yana qo'shib ham bera olaman. Menga shunday qilingki, cho'yli qiling bo'ldi. Gap so'z yo'q deganlar uchun mehr bilan qilingan. Hammaligini mehr bilan qilamiz. Bu darvozani o'zgacha usulda qildik. Shanlarga kelsak, tepasida ikkita, pastida bitta. Planka asosida eng baquvvat shandan qo'yib berdik. Mana o'zdan ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz nihoyatda ochiq yopilishlari yengil, gap so'z bo'lmasligi kerak. Bu yerlarga hayron bo'lishayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerlari oyna emas, ko'zgu emas. Bu nержавейка. Zanglamaydi, sinmaydi, bukilmaydi, yonmaydi, cho'kmaydi. Nержавейка ishlatilgan. Xudo xolasa buni garantiyasi ham bor. Kraskalari mokr asfalt kraska ishlatilgan. Ranglari shu bir xilda, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Laklari matviy lakda bo'lgan. Darvozani kaltkasi ichida qo'yib bering menga Nodirbek, alohida qilmang 340 razmerimga deganlarga ichiga qo'yib berilgan. Kaltkamiz 90 sm ajratadigan kaltkaga. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. O'zbekiston bo'yicha olib borib o'rnatib ustunovka qilib berishimiz bepul. Zamonlari turetskiy zamon. Rossiyskiy zubr desa, rossiyskiy qo'yib beramiz, turetskiy desa, turetskiy qo'yib beramiz. Ikkalasining xizmati bir xil. Endi buni skromniy, haligi обычный, buni hayt fasonga yarashgan uchun turetskiy zamon qo'yib qoldim. Shu xonadonning egalari endi Abdullatta aka, keling aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan ulug' ayon kunlarda. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Buyurib nasib qilsin. Shu 3-chislo kuni zaryadka berdim o'zingga. Kelib zaryadka olding. Aloqaga chiqdi. Aloqaga chiqding, kelding. Keldim, o'lchadi. Kelganingdan keyin harom bo'ldim, bu erta soat 6da yetib ketdi. Og'iz yo'lda bekitdim-da, chunki. Og'iz yo'lda bekitdim, ha, ro'za boshlangan xudo xohlasa 3-kunda kelib razmerlarni oldi. Keyin zaklad so'rashdi, berdim 60%, 7,5 million zaklad berdim. Ishondim, nimaiki buni katalogini ko'rib ishondim, chunki katalogida xuddi shu formadagi darvozani ko'rgan edim. O'sha darvoza menga yoqqani uchun bu insondan shuni talab qildim, ham so'radim, shuni menga ishlab bergin deb. Hozir mana ko'ryapman. Birga qarab solishtiraman, birga bir hech qanaqa o'zgarishsiz yo'q. Menga yoqdi. Ko'nglingiz to'ldi aka, darvozada. To'ldi. Hop, bir tomoshabinlarga bir ishonch bormi, yo'qmi? Shuni aytsangiz, o'shanga qarab zakaz berishadi. Ovozini ham eshitib ko'rsa bo'ladi. Shum-pum degan narsa yo'q. Shum yo'q. Zo'r, молодец. Mana bu kalitgan ovozi ham zo'r mana. Temirlari yaxshi. Yoqdi menga Samsungni. Aybi yo'q. Nusxoni yo'q. Zo'r. Abdullatta aka, bergan pulingizga rizo bo'ling. Norozi. Yaxshiliklarga ochib qo'ying. Doim to'ylar qiling, hojlarga boring. Xudo xolasa mana shu darvoza xizmat qilsin. Sizlar ham baraka topinglar. Bundan-da ulug' ishlar oldinda hammasi. Gap yo'q. Obunachilarimiz mana ko'rishlari mumkin. Abdullatta aka xonadonning egalari. Xursandman. Mana hozir jivoy holatda mana shu turib olayapmiz. Birov darvozasini qilganni, o'rnatganni olayotganimiz yo'q. Hozir mana momenti mana Abdullatta aka xonadonlarda turibmiz. Agar ishonch komil qilsalaring, telefon qilsalaring, like bossalaring, xudo xolasa bundan chiroyli darvozalarimizni ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Obuna tugmasidan bosib qo'yishni unutmanglar. Agar fikrlaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.